Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana yana bitta ishimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Chelak shahri Qorabayir qishlog'ida ishimiz. Fayzli xonadonimizni men chiroyli qilib berdik, xudo xolasa. Yakuniy laklash ishlari bo'lyapti, men xudo xolasa. Men chiroyli qilib berdik, xudo xolasa. Unga mana shunday chiroyli fasadlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Bemalol qilib beraveramiz. Yerimiz sariq ishcha bo'ldi. Endi sal kun kechib qoldi. Endi videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatib boruvchilardan. Mana shunday fasadlar kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Bu uyimizdagi kafilnikili, emulsiya shunaqangi narsalardi. O'zi olib berdi, biz mahsulot olib ustalar bilan qilib berishimiz 100 ming so'mdan bo'ldi. Kvadrat devor, loy devorida. Feyzli xonadonimiz sohibalari ham xursand bo'lib qoldi, xudo xolasa. Hammaga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin. Esimda bor edi. Baho berasizlar, xudo xolasa ishlamizga chiroyli qilib berdik.